Mana bu mashinalar. Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Mana biz Bolgariya shahri Sofiyada mashinalar sotiladigan bozorchalarda yuribmizda aylanib. Mana o'zimizni mashinalar bilan Bir xil oladi. farqlasak, pullarini, yurgan probeglarni aytib o'tadigan bo'lsak, mana Suzuki mashinasi 14990 leva ekan. Bizda 1000 leva bo'ladi 7 million gideti plus minus. Shunga qarab hisoblab olaverasizlar-da. Hozir yozilganlarini qaraymiz-da endi buni. Toshni adresi bilan. Xo'p, 2022-yil ekan. Probegi 83000. Puli 32890 leva. Godipsiyasi 2022 ekan. Ha? Bu nima degan? Opelmi? Opel mashinasi. Bu 14490 leva. 153.000 kilometr yurgan, 2014-yil ishlab chiqarilgan. Yaxshi. Hech qanday kraskadan nimadan muammosi bo'lmasa kerak bular. BMW degan mashinamiz X3 degani. Xo'p, 25490 leva ekan. 2012-yil ishlab chiqarilgan. 163.000 kilometr yurgan. Uju bu BMW'larga hech nima emasda bu yurganlar. Yevroga hisoblasam 12,5 euro. Endi 1000 leva aytdim-ku, 7 million bo'lsa, uju u yog'ini hisob qilaveradilar-da. Mana bu nima? Bu Hyundai mashinasi ekan. 16490 leva. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, 4x4 dedi. 4 ta baloni ham ishlaydi buni nimasi? Oldi orqasi. 4 ta. Aha, 153.000 kilometr yurgan ekan. Zo'r mashina. Mana bunga uju Plamaster bilan yozib qo'ygan. X5. Pradava avtomat. Buni benzinda ekan. Bunga uju tushunarsiz yozib qo'ygan. Pulini yozmagan. Kelishamiz deydi. Senani podogovor. Bu yoqda Toyota'miz bor ekan. 2016-yil. Toyota Corolla 2016-yil. Senalari yozilmagan. Mana bular Jeeplarni ham puli yo'q-da, puli yo'q. Puli boridan ko'ramiz. Bu Toyota John 2016 ekan. Объем двигателя. Seni podogovorniya. Hammasi dogovorniya. Ha, bu yoqdan chiqib ketib bo'larmi ekan? Yo'q. Xo'p, mana bunda bor ekan Hyundai, o'zimizning Hyundai'miz. Xo'p. 39990 leva. 15.000 euro ekan. 150.000 kilometr. 2017-yilda chiqqan ekan bu. 39.000 bo'lsa agar 20.000 yevroga yaqin. O'zimizni deganim endi bizda ham bitta bor edi-da bunda. Kia Ceed. 26.000, 27.000 ekanda bu. Kia'mi bu? Kia Ceed. Ceedmi yo? 109.000 kilometr ekan, 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Benzin, объем двигатель 1.4. Mana shunday siniy svetda. Hyundai bor ekan bu yerda. 15999, 16000 da. 2014-yil ishlab chiqarilgan, 120.000 kilometr.
Mana Mercedes dodasi. 20.000 leva ekan. 2007-yilda ishlab chiqarilgan, 250.000 kilometr yurgan. Narxi yozilgan. Narxi yozilgan 20.000 ekan. Zo'r sostenasi zo'r. Etsa. Bu boshqa. Ha. Mercedes. Yo'qdan yozmoqda. Bu yoqdan chiqsa bo'lar. O'zbekiston mashinalari yo'qmi? Bironta bilan. Yo'q-da, bitta yarimta Spark bo'lsa ham bo'ladi. Narxini ko'rsatadi. Hadi necha? Ha. Mana bu Jeep mashinamiz. Ha. Jeep mashinamiz 29.800 kilometr ekan. 800.000 leva ekan. 29.800 leva. Xo'p. 2015-yil ishlab chiqarilgan. 142.000 kilometr yurgan. Mana bu Nissan yapılmıştı. O Nissan'ni ham sostenasi ham zo'r. 7.000 euro canım. 13.900, 14.000 почти. 7.000 euro. 2012-yil ishlab chiqarilgan. Benzin, gaz hammasidan bor ekan bunda. Ya 9.000 canım. Oho. 9.000 euro. Aha. Shundaymi? 9.000 euro. Вообще zo'rda bular O'zbekistonda Mana olamaysiz bunday mashina. 4.000 euro anası. Mazda. 8.000 euro. 4.000 euro dedi. Mazda. 2013-yil ishlangan 160.000 kilometr yurgan. 4.000 euro degani bu Spark'tan ön bari zo'rda bu. Bumi? 5.000 euro. Ha, Captiva'larda. 5.000 euro. Captiva'lar bilan solishtirsa bo'ladigan mashinalardami? 5.000 euromi? 5.000 euro. 10.000 leva. Ha. 6.000 ga yaqinlashib qoladimi? Dollarga? Yo'q. Dollarga? Dollarga 6.000 ga yaqinlashgan. Aha. Dollarga shunaqa yevroga. Mana aylanib yuribmiz-da endi. Mashina bozor. Mashina bozor. Parklar. Musofirchilik shunday ekanda. Faqat o'zga yurtning mashinalarini ko'rib havas qilamiz. O'zimizda yoniga yontashib bo'lmaydi. Mana Toshkent yangida qara. Toshkent yangi mashinalarda. Bir-birovidan chiroyli, bir-birovidan sveji. Ha, BMW'larga qarang mana. 630 model. BMW ko'rsatgan ketishga. Kia. Volvo mashinalar ham zo'r mashina mana. Ha, Volkswagen. Audi. Renault. Mana bu nima bu? Oti nima? Land Rover, Range Rover. Mazda, turli xil. BMW'de farklı tanıtma. Mana bu nima edi bu? Renault. Renault. Audi, mana bu Toyota Hilux. Bu ham mana bu zo'rda, bag'achi bor. Ahotalarga bo'ladi-da bu. Mana shu Range Rover'lar eski modellar, mana shular вообще arzon bo'lsa kerak-da bular. Gap qisqasi bir 6 oy ishlaysiz, mashinani olasiz, maza qilib yuraverasiz bu yerda. Ha, yerga shu 6 oyga zakonni mana shunaqa mashinalardan любойni olsang bo'ladi-da. Ha. Lekin zo'r mashina olasan. Bolgariya pagodasi ham o'zimizga o'xshab issiq. Bir issiq emas, normalniy odamga yoqadigan issiq bo'lar ekan. Hozircha shunaqa. Hozircha. Hozir O'zbekistonda 45 gradus deyapti. Ko'p joylarda. Mana bu setkaga tegizib qo'ysa ham bo'lar ekan buni. Turibdi-yu. Bu yoqlar o'zi nima bo'lib ketdi-da, qaranglar. Katta mashinalar.